Assalamu alaykum, hörmətli televizor körgüçülər. Yaxşımsızlar? Dünya Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısıga hammanglar xush kelibsizlar. Mən İftihar Abdurashid. Bugün peyshanba. Hörmətli körürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. Dünya Qurultayı 15 iyun günü Şərq Türkistan Milli Azadlıq Hərəkəti tarixida öşməz iz qaldırğan 1988 yildagi 15 iyun o'quvchilar harakatining 35 yillik munosabati bilan maxsus bayonot e'lon qilib, Xitoyning Uyg'urlarga elib berayotgan kamsitish, besim va adolatsizlik siyosatining 35 yil burunmi mavjud ekanligini, bugungi kun kelganda Xitoyning bu siyosatini irqiy qirg'inchilikqa aylantirganligini ta'kidlash bilan birga, ayni chog'dagi milliy harakatga boshlamchilik qilgan va qatnashgan fidokorlarga cheksiz hurmatini bildirganligini ifoda qildi. Ma'lum bo'lgandek, Sharq Turkiston universitetida navbatdagi Dunyo Qurultayining raisi Dolqin Aysa va Uyg'ur xalqining faxrlik o'g'loni marhum Varisjon Abobekirlarning tashabbusi va boshlamchiligi bilan 1987 yili qurilgan Pan madaniyat uyushmasining tashkillanish natijasida Urumchidagi minglagan universitet o'quvchilari 1988 yil 6 oyning 15 kuni Xitoy mustabid hokimiyatining milliy zulmlariga qarshi ko'chalarga chiqib keng ko'lamli namoyish olib borgan edi. Bu qatimqi namoyish 1985 yili 12 dekabr ilib berilgan o'quvchilar namoyishidan keyingi yana bir qatimliq zo'r ko'lamli harakat bo'lib, zamonida Xitoy hokimiyatini ko'p aloqazod qilgan va Sharq Turkiston xalqining milliy uyg'onish harakatiga turtki bo'lgan. Natijada mazkur harakatni qo'zg'agan Pan madaniyat uyushmasining raisi Dolqin Aysa, bosh kotibi Varisjon Abobekir qatorliq yetakchilar oliy maktabdan qo'g'langan, ko'plagan o'quvchilar jazolangan edi. Mazkur harakatni qo'zg'agan ayni vaqtdagi studentlar Pan madaniyat uyushmasining raisi Dolqin Aysa apandi 2017 yildan buyon Dunyo Qurultayining raislik vazifasini o'tab kelmoqda. Dolqin Aysa apandim 35 yil burun yuz bergan milliy kamsitishga qarshi turish harakati to'g'risida stansimizga ma'lumot berib, mundaq dedi. Bu 1985 yili 12 oyning 13 kuni yuz bergan o'quvchilar harakatidan keyingi eng chong voqea hisoblanadi. Ko'zni yumib ochguncha 35 yil bo'libdi. Ayni zaman bilan hozirgini selishtirsak, bu zulm, bu kamsitish, bu nohaqchilik Xitoyning Uyg'urlarga elib berayotgan bu besimi buningdan 35 yil ilgari mavjud edi. Bugungidan farqi nima desangiz, biz u zamonda o'quvchilar haq va huquqimizni talab qilib, ko'chalarga chiqib namoyish qilib, Xitoy hukumatini ustalga ilib kelgan edik. Namoyish tushdan keyin soat 2 da boshlangan edi. Namoyishdan burun biz atalmış avtonom rayonlik hukumat rahbarlari bilan yumaloq ustalda o'tirib, ularga milliy kamsitish, adolatsizlik, siyosiy va ijtimoiy masalalar to'g'risidagi talablarimizni yetkazgan edik. Lekin bugun bu zulm irqiy qirg'inchilikqa aylandi. Bugun ayni vaqtdagidek ko'chalarga chiqib namoyish qilish orqali haq talab qilishni xayol qilg'im bo'lmaydi. Dolqin Aysa apandi o'quvchilar harakatiga qatnashgan sabtoshlari haqida ma'lumot berib, ba'zilarining hozir chet elda da'voning oldingi sepida xizmat qilayotganligini, ba'zilarining turmada ekanligini, Varisjon Abobekirning bo'lsa 2019 yili 11 oyda Xitoyning jazo lageridan qo'yib berilib, shu yili 24 noyabr kuni noma'lum kasallik sababidan Urumchida qazo qilganligi, hayotdagilarga salomatlik, olamdan o'tganlarning yotgan joyining jannatda bo'lishini tilaydiganligini bayon qildi. Atalmış Şinjan Üniversitesining 1988 yili 9 oyning 26 kuni chiqargan 148 nomerli qarorda Dolqin Aysa'ning bu qatimqi namoyishni tashkillash jarayoni tafsiliy tonishtirilgan va atalmış Şinjan Üniversitesining 15 iyun voqeasini aniqlash guruhining Dolqin Aysa'ning o'qish tavalligini bekor qilish talabiga binoan uni maktabdan haydab chiqarganligi bayon qilingan. 15 iyun namoyishni 1987 yili Sharq Turkiston Universitetining o'quvchilari qurgan studentlar Pan madaniyat uyushmasi tashkillagan bo'lib, namoyishdan keyin uyushmaning raisi Dolqin Aysa, bosh kotibi Varis Abobekir qatorliq yetakchilar universitetdan qo'g'langan. 1985 yili va 1988 yili Urumchida o'tkazilgan ikki qatimliq o'quvchilar namoyishining qatnashchisi ham shohidi bo'lgan Amerikadagi Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Roshan Abbas xonimmi bu haqda fikr bayon qilib, shu zamondagi o'quvchilar harakatiga qatnashgan yoshlarning hozirmi muhojiratdagi milliy harakat sepida muhim rol o'ynayotganligini ta'kidladi. Shundaqla bu xotirlash faoliyatining muhojiratga yosh avlodlarga Uyg'urlarning kurash tarixidan dars berish nuqtasidan zo'r qimmatga ega ekanligini eskartdi. Dolqin Aysa apandim ayni chog'da namoyishda o'tirib qo'yilgan asosli shuarlar va namoyish manzarasi haqida ma'lumot berib, mundaq dedi. Bütün şehirde şu vaktimizde 6 yıl 15 yıl Urumchida biz çıktı. Bütün Urumchi Xalqi yolunun ikki tarafiga yig'ilib, shundoq bir hayajonda yig'izlarga qo'llashida bu namoyishni himoya qilishni dedi. Nima deymiz? Marojinlarni tarqatdik, nonlarni berdik, suvlarni berdik shu vaqtlarimizda. Shunday qilib 6 yil 15 kuniki bu namoyish davom qildi. Bu namoyishda Şinjan Raşid'in menip
iş öğrenmemiz araları belki 10 kilometre etrafında, belki 20 kilometre etrafında boş mümkün. Yolunu bütün ürüncünün asası koşulunu aynı namayış kıldık. Milli kendisini narazılık bildirimiz. Yosun kişi topu, yosun milli para verdik. Xitay'ın kul kılıcı karab durmayız. Xitay'da Şinjan'dan çıkıp kessin degan şuarlar ve milli marifimizni qo'llab qolaylik degan şuarlar şu vaqtdagi namoyishning asası şuarlar bo'lgan. Demek, bana bugün dal bunga 30 yıl oldu. Şu vaqtimizda o'quvchilar Xitoy hukumatining bugun 30 yillik tekrordan mushu vaziyatni tushungan, chunki u vaqtda namoyish qatnashgan, ko'rsatib chiqqan necha ming o'quvchi xalqimizning ziyolilari. Meseleyi tushungan insonlarga, şu vaqtda Sharqiy Turkiston xalqining erkinlikka, hurlikka bo'lgan intilishlarni namoyon qilgan bir harakat. 6 ayning 13 kundan boshlab Xitoyni ziyorat qilayotgan Falastin prezidenti Mahmud Abbas Xitoyning Uyg'urlarga ilib berayotgan irqiy qirg'inchiligini qo'llaydiganligini bildirgan. Xitoy markaziy televiziya stansiyasining xabariga qaraganda, Mahmud Abbas Xitoy bosh ministri Li Qiang bilan ko'rishganda Xitoyning Tayvan va Hong Kong qaratgan barliq siyosiy va maydonni qo'llaydiganligini bildirish bilan birga Sharq Turkiston haqida to'xtalib, Şinjan masalasi hargiz kishilik huquq masalasi emas, balki terrorlikqa zarba berish, asabiylikni tugutish, bölgünçelikka qarshi turish masalasidir. Falastin Şinjan masalasida Xitoyning ichki ishlariga aralashishga qat'iy qarshi turdi degan. Mahmud Abbasning bu so'zlari Xitoy hukumatining atalmış 3 xil kuchga zarba berish shuariga yondashgan bo'lib, Xitoy hukumatining yillardan beri atalmış terrorlik, asabiylikni yo'qotish bahonasida Uyg'urlarga yurgizib kelayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini qo'llaydiganligini ifodalagan. Xabarda ko'rsatilishicha, Mahmud Abbas Xitoy taraf bilan taxim qo'yiq hamkorlashadiganligi, Xitoy bilan birlikda ko'p qutbli dunyo tartib qurishga tirishadiganligi, kishilik huquq masalasini siyosiylashtirishga va uni qurol qilib foydalanishga hamda har qanday davlatning demokratiya, kishilik huquqini bahona qilib boshqa davlatning ichki ishlariga aralashishga qat'iy qarshi turadiganligini bildirgan. Al Jazeera kanalining 13-iyun bu vaqtda bergan xabarda aytilishicha, Mahmud Abbas yana bu ziyoratida Xi Jinping bilan ko'rishdi ekan. Xi Jinping o'tgan yilning oxirida Xitoy Arab davlat boshliqlari yig'iniga qatnashgan mezgilda Mahmud Abbasga Falastin Isroiliya masalasini hal qilishga yordam beradiganligini bildirgan. Falastin amaldori Abbas Zeki bu vaqtda Xitoy taratqullari qilgan so'zida Xitoy bilan Falastinning do'stligi kuchayib, qarindoshlikdan yaqin bo'lib ketdi degan. Xitoyning Arab islom davlatlariga iqtisodiy va boshqa jihatlardan yordam qilishi, Arab davlatlarining Xitoydagi islom dushmanligini, bo'libmi Uyg'urlar uchratgan xo'rlik va fojiani ko'rmasga silishni keltirib chiqargan. Falastin prezidenti Mahmud Abbasning Xitoyda bildirgan ifodalari uning Xitoyning insoniyat qarshi jinoyatlarini oshkor qo'llayotganligini ko'rsatib bergan. Falastin masalasi paydo bo'lgan zamonlardan tortib Xitoy izchil turda Falastinni qo'llab kelgan bo'lib, bu hal yaqinqi mezgillarda Xitoyning O'rta Sharq rayoniga singib kirishiga egishib, kuchayish ko'zlangan. Washington Post gazetining 14-iyundagi xabarda aytilishicha, bu hal Amerika hukumati qo'ltiq rayonidan chekinib chiqqandan buyon Xitoy bu rayonda qo'lga keltirgan bir turlik diplomatiya g'albisi deb qaralgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi, Turkiyadagi Hacettepe universitetining o'qituvchisi doktor Erkin Akram apandi bu vaqtda Erkin Osiyo radiosi qilgan so'zida necha 10 yillab Amerika dushmanligi haqidagi tushuncha nihoyat keng tarqalgan va cho'nqur yildiz tortgan O'rta Sharq rayonida Xitoydagi energiya boyligiga jiddiy ehtiyoj bo'lgan bir davlatning Falastin bilan bu qadar quyuq do'stlik o'rnatishining oson tushadiganligini, shundaqla buning Xitoy uchun ko'plik manfaatlarga yo'l ochadiganligini ta'kidladi. Doktor Erkin Akramning qarashicha, navbatda Falastin davlati iqtisodiy jihatdan Xitoyga ig'ir darajada beqinib qolgan. Bunday ahvolda Falastin hukumati Falastin davlatining milliy manfaati Uyg'urlarni himoya qilishdan a'lo degan prinsip bo'yicha ish ko'rib kelayotgan bo'lib, bu hol buningdan keyinmi davom qilishi mumkin. O'tgan hafta Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinkenning Xitoyni ziyorat qildiganligi haqida xabarlar tarqalgan edi. 6-ayning 14-kuni Amerika tashqi ishlar ministrligi torbetida rasmiy e'lon qilingan axborotda Antony Blinkenning 6-ayning 16-kunidan 21-kunigacha Beijing va Londonda ziyorati bo'lganligi bildirildi. Antony Blinkenning Xitoyni ziyorat qildiganligi haqidagi uchurdan xabar topgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi, Amerika Uyg'ur birlashmasi va Uyg'ur harakat tashkiloti qatorliq Uyg'ur tashkilotlari Antony Blinkenga murojaatnoma va maktub yo'llab, bu qitimqi Xitoy ziyorati jarayonida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish haqida Xitoyga bevosita besim ishlatishni talab qilgan edi. Amerika tashqi ishlar ministrligi torbetida rasmiy e'lon qilingan axborot ko'rsatilishicha, Antony Blinken Xitoyning yuqori darajalik amaldorlari bilan ko'rishib, Amerika-Xitoy munosabatlarining muhimligi va bu munosabatni mas'uliyatchanlik bilan bartaraf qilish to'g'riliq suhbat o'tkazdi ekan. Antony Blinken yana ikki davlat ko'ngil bilib
qilayotgan ishlarni, dunyoviy ham rayon xarakterlik masalalarni, shundaqla davlat halqan xiristlarga birlikda taqobil turishning qandaq imkoniyatlar borligini o'ttirib qo'ydi ekan. Reuters agentligining 14-iyun bu vaqtda bergan xabarda bildirilishicha, Antony Blinken Xitoyga barmay turibla Xitoyning jiddiy talablarga duch kelgan. Xitoy tashqi ishlar ministri Qin Gang bir kun avval Antony Blinken bilan telefonda ko'rishganda, Amerikadan Xitoyning ichki ishlariga aralashish va davlat xavfsizligiga ziyon yetkazishni to'xtatishni talab qilgan. Qin Gang yana Amerikani Xitoy eng ko'ngli bildigan Tayvan masalasida Xitoyga hurmat qilishga, bu masalani deb ikki davlatning munosabatini yomonlashtirmaslikka chaqirgan. Amerika tashqi ishlar ministrligining bu vaqtda chiqargan bayonotida aytilishicha, Antony Blinken Xitoy bilan suhbatlashish orqali xato hukm qilish va to'qinishdan saqlanishning zarurligini ta'kidlagan. Hamda ikki davlat o'rtaq ko'ngli bildigan sohalarda hamkorlash imkoniyatining borligini bildirgan. Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken bu yil 2-oyda ilib boradigan Xitoy ziyoratini Xitoyning josuslik shari vaqasi tufaylidan bekor qilib o'tgan edi. Antony Blinkenning oldimizdagi kunlardagi Xitoy ziyorati haqida Xitoy tarafdan hech qanday uchur bermagan. Xitoy bilan iqtisodiy aloqasi izchil qo'yiq bo'lib kelgan Germaniya hamda Xitoyning kunsiri kuchayotgan tahdidi oldida xavfsizlik masalasini iqtisodiy manfaatdan bekrak muhim o'rin qo'yishga boshlagan. Reuters agentligining xabar qilishicha, 6-oyning 14-kuni Germaniya tunji qitim davlat xavfsizlik strategiyasini e'lon qilgan bo'lib, uningda Xitoyning butun dunyoga silayotgan tahdidining bargan sir kuchayotganligi, Rossiya Ukrainaga hujum qilgandan keyin Germaniya hukumatining amdi diqqat nuqtasini iqtisodiy manfaatdan ko'ra geosiyosiy nishonga bekrak markazlashtirayotganligi ifodalangan. Hamda Germaniyada davlat xavfsizlik komiteti qurishning zarurligi bildirilgan. Germaniya bosh ministri Olaf Scholz bu strategiyani tanishtirganda qilgan so'zida, bu bizning xavfsizlik masalamizni bir taraf qilish usulimizda zo'r o'zgarish bo'lganligini ko'rsatadi degan. U harbiy strategiyada umum xavfsizlikni o'ylanganligini, Xitoyga taqobil turish strategiyasini pat orada tayyor qilganligini bildirgan. Germaniya tashqi ishlar ministri Annalena Baerbock, biz kelgusida iqtisodiy siyosatlarimizda xavfsizlik ishlariga bekrak ko'ngil bilamiz. Biz Rossiyadan oldigan gazga to'laydigan puldan 200 ortiq pulni davlat xavfsizligiga sarf qildik degan. Xabarda aytilishicha, Rossiya Yevropaga sotadigan tabiiy gazning yarmini Germaniya ilayotgan bo'lib, Rossiya Ukrainaga hujum qilgandan keyin bu sodni to'xtatishga amalsiz qolgan. Rossiya bilan Xitoy hozir Yevropaning tinchlik uchun eng chong tahdid bo'lib qolgan. Ammo Germaniya boshqa Yevropa davlatlariga o'xshashla energiya va mol ta'minlashda Rossiya bilan Xitoyga tayinib qolgan. Shunga Germaniya buningdan keyin xavfsizlikni iqtisodda muhim o'rin qo'yman desa, oldi bilan Xitoy bilan Rossiyaga tayinishdan qutulish kerak ekan. Hurmatli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sunduq. Kelar qitimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.